Mana bu o'rinda Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamning muborak boshlaridan qonlar chiqqan. Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamning muborak tishlari singan. Mana bu o'rinda Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam qanchaligini aziyat chekkan. Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam vallohi mana bu o'rindan mag'lubiyatga uchrayotgan bo'lsak, tanalarimizni qushlar yekkan bo'lsa ham pastga tushmanglar deb Allohga qasam deb mana shu joyga kamonchilar turgizib qo'ydi. Keyin nima qildilar? Va bular ham sahoba edi, bular ham inson edi. Lekin biz o'ljalardan qo'rqib qolmaylik deb pastga tushib ketdi. Shunda bu o'rindan tushib ketgan sahobalar ismlari hech qayerda kelmaydi. Bunda nima ibrat olamiz ekan? Kimki birodarini aybini yashirsa, Alloh taolo men mana shu bandami aybini qiyomatda, ya'ni oxiratda yashirib qo'yaman deyapti. Mana bu o'rin kamonchilar turgan joy. Bu tarafi shahidlar turgan joy va orqasi Uhud tog'i. Uhud tog'ini hadis bor, ko'pchilik biladi. Kimki janoza namoziga qatnashsa, Alloh taolo Uhudchalik ajrlantiraman deyapti. Kimki janozani oxirigacha qatnashsa, Uhud tog'idan ikkita keladigan darajada ajrlantirib qo'yaman deyapti. Inshaalloh Madinaga kelgan yillardan keyin mana bu o'ringa kelib ziyorat qilishlarni tavsiya qilaman. Alloh taolo bergan ro'zalaringizda Alloh taolo dargohda qabul qilsin, oxiratga foydali qilsin. Alloh taolo hammani mana shu joyga chaqirsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.